Mana shu mashinani kecha asakali obunachilarimiz olib kelishuvdi. Bizga kelgungacha hop 1-2 marta motor bo'lgan, yana avtorasxod yo'qolmagan. Hozir yurgizib olaylik, bitta tushuntirib o'tib ketaman. Bizga kelgungacha 1-2 marta motor bo'lgan. Polni motorga deb olib qoluvdik, otsak gilza shunaqa go'zal chiqdi. Nima qildik? 4 ta Porsche, sovug'ligidagi ovoz ham bor edi, qiziganda ham tiqillayapti. 4 ta Porsche qolsa, 4 ta shatun bosib yubordik. Galovkalariga tekkanimiz yo'q, o'zi holati go'zal ekan. Bitta ovozlariga e'tibor berib qo'yarasiz. Allohga tavakkal. Xudo xolasa avtorasxod qilmasdan yuradi, xudo xolasa. Mana sovuq motor. Sizlarga buni ushlashni maslahat bermayman akalar, qizib turganda. Men prosta sovuqligini ko'rsatib beryapman. Mana tayyor qilib qo'ydik, xudo xolasa go'zal holatda bo'ldi akalar. Obunachi, kuzatuvchi akalarimizni mashina.